Yunusobod atrofidan quruq yer olaman degan okalar, hozircha yashab turib, keyinroq qurilish qilaman degan okalar, 4-3 sotuvli joyimiz eski Toshturmaning yonidan sizlarga sotuvga chiqyapti. Okalar, bitta ko'cha tarafidan tushuntirib beradigan bo'lsam, bu tarafimizdan yo'ldan kiramiz, bir 200-300 metr kirasizlar, mana shu joyimizni sotuvga chiqyapti. Okalar, sizlarga yer narxida berib yuboramiz. Bu yog'imizga bitta mashina uchun joy, bu yoq tarafimizda zelyonная zona, endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan bitta ko'rsatib beraman. Kirib kelamiz okalar, bitta mashina uchun joylarimizni qilib qo'ygan. Bu yoq tarafimizdan ikkinchi etajga chiqib ketamiz. Bu yoq qismimizda podvalimiz joylashgan bo'ladi. Uyimizni o'zingizlar ko'rib o'tishingiz mumkin. Sharoitlari juda ham yaxshi variant. Gaz, suv, svetdan umuman muammosiz. Kanalizatsiya shunday eshigining tagida turgan. Bemalol o'zingizlar olib kirib, qaytadan qurganingizda olib kirib olasizlar okalar. Uyimizni ko'rib o'tishingiz mumkin. Hamma qulayliklari bor. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizni sizlarga 180 ming dollarga berib yuboramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Atrofida maktab, bog'cha, magazin, masjid, nima desanglar 200-300 metr masofada joylashgan bo'ladi okalar. High Town City'ga kiradi 400-500 metrda shunday chiqasizlar okalar. Shahar markazida bo'lgan xonadonimizni sizlar qo'ldan boy bermanglar. Tezda bog'lanamiz, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaymiz.